Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Men Imona, bugun sizlar bilan birgalikda Jamila qizimizni ko'rgani keldik. Jamila qizimiz mana shunaqa prezidentimiz tomonidan berilgan kamp ta'minlangan uylarda turishadi. Mana bunaqa liftlar qo'yilgan. Mana Jamila Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Men Imona, bugun sizlar bilan birgalikda o'sha kuni chiqargan Jamila qizimizning ahvollari og'ir edi. Operatsiyasi uchun tayyorlanyapti va o'sha uchun ikkinchi videomizni ham sizlarga qo'ymoqchiman. Bugun shu uchun bu qizchamiz uylariga keldik. Kech bo'lib qolganligi sababli uyini yuzlarini ko'rsata olmaymiz. Xudo xohlasa 3-videomizga albatta uylarini, ko'chalarini, manzillarini ko'rsatib tushuntirib aniq aytib o'tamiz. Hozir opamizdan aniq ma'lumotlar eshitamiz. Opajon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Jamilaxon qizimiz yaxshimilar? Jamilaxon kasal, nima qilamiz, iloji yo'q endi. Mana o'tgan safar chiqardik, lekin hamma telefon qilib ahvol so'radi-da, lekin aqqa vrach bor, baqqa doktorlar bor deb aytishadi, lekin hech kim mablag'ga yordam berishmadi. Mablag' taylab berishmadi. Bola qiynalyapti, shunga yo'q, nima bo'lmadi. Yordam bo'lmadi. Telefonlar bo'ldi. Telefonlar bo'ldi-da, lekin hech qanday yordam yo'q. Hamma doktor faloncha joyga doktor bor deb aytishadi, lekin doktorga borganingiz bilan doktor bepul qaramaydi-da. Pulingizga pulingiz bo'lmasa qarashmaydi-da doktorlar ham. Pulingiz bo'lsa qarashadi. Balani ahvoli yana og'irlashib boryapti. Nima qilamiz endi? Bir nima yordam berib borsa bo'ladi. Musofir yurtdagi aktivistlarimiz, opa-singillarimiz qo'llaringizdan kelgancha qizimga yordam beringlar. Duo qilamiz. Xudo xolasa yo nasib qizim yaxshi bo'lib ketib, qo'lidan kelgancha sizlarga ham yordam beradi. Inshaalloh qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar. Opajon, hozir kanalimiz yangi bo'lganicha, hozir ham obunachilarimiz mana yangi bo'lganligi uchun bir ishonishmayapti. Agar ishonmaganlar bo'lsa, opamizning raqamlarini qo'yaman. Kelib o'rganib, mahallasiga borib o'rganib, yordam qilmoqchi bemalol qo'lingizga yordam qilishlaringiz mumkin. Keyin siz o'sha kuni uyimda ana bank tomonidan sotuvga qo'yilyapti degan. Kredit, shunga ham bir aniqlik kiritib o'tsak. Kreditga olingan, Asaka bank ipotekadan olingan, ipotekadan keyin Asaka bank olgan. Endi hozir oyma-oy Asaka bankka to'lov qilib boramiz, lekin 12 million qarzimiz bor uydan. Mana shunaqa gap, baland davolatdim, o'zim davolandim, rejam bor. Boshim og'riydi, yuragim og'riydi. O'tgan safar aytib o'tdim, hammasi o'zimga emas. O'zim uchun so'ramayman, mana shu bala uchun so'rayman men yordamni. Qo'llaringizdan kelgancha shu balam uchun yordam berishlarini so'rayman. Lekin uyim kredit, ilojim yo'q, qarzga chiqib ketgan, gazim, suvim qarzga chiqib ketib qolgan. Lekin yordam berishlarini so'rayman. Hech qilmayman deyman. Hozir bu videomizda shu gapirishim zarurmi, zarurmasmi bilmadim, lekin bir gapni aytib o'tmoqchiman. Bizni kuzatishda davom eting, chunki tez orada 2-3 kun orasida biz Qarshi shahrida bo'layotgan, jabrlanayotgan yolg'iz onalarimiz, turmush o'rtog'i tashlab ketgan, eri nogiron, yetimlari bor oilalarga hurmatli muhtaram prezidentimiz tomonidan, davlatimiz tomonidan, hokimiyatimiz tomonidan uy ajratilgan, 7 ta oilaga uy ajratilgan, 7 etashka domlardan bular bank tomonidan, Asaka bank tomonidan zarba yeyapti ekanlar. Asaka bank bularni qarzdorligini, koronavirusda qarzimizni, hammamizni qarzimizni hurmatli muhtaram prezidentimiz
koronavirus bo'lganligi sababli qarzni keyinchalikka to'lab berasizlar orqaga surgandilar, lekin o'sha qarzdorlikni hammasini yig'ib, hozirgi kundagi yig'ib, hammani bo'yiga eng kamida 70-80 million qarzni ilib, bechora ayollarga bir kunga bir oyga 1 million oylik bilan yashaydigan ayollarni shunaqa zulm o'tkazayotgan ekan Asaka bank tomonidan. Menga xabar yetib keldi. Bu xabarga yetib kelganim pashti bir oy bo'ldi. Bu videoni chiqarsammi, chiqarmasammi deb yurgan edim, lekin chiqarishga harakat qilaman. Sababi bu siyosat bo'lsa-da, siyosatga aralashishim kerak bo'lsa-da, lekin kimdir shu haqiqatga ham qo'l urish kerak. Qachongacha biz haqiqatni yashirib, qo'rqib yashashimiz kerak. Misol uchun, bular shahar hokimini ham oldidan o'tishgan, menimcha viloyat hokimiga ham yo'llanishgan bo'lsa kerak. Tez orada hozir bu qizimizni videosidan keyin 1-2 kun, 3 kundan keyin xudo xohlasa opalarimizni murojaati bor. O'sha opalarimiz murojaatini ham olib chiqishga harakat qilamiz va olib chiqamiz. Sizlardan iltimos, shu qizchamizga e'tibor ko'rmanglar. Hammamiz o'g'illarimiz bor. 1000 so'mdan bo'lsa-da, 10 mingdan bo'lsa-da, shu opamizga qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Rahmat, shuncha telefon qilib yo'l ko'rsatibsizlar, hol-ahvol so'rabsizlar, lekin endi moddiy tarafdan ham ozgina bo'lsa ham ko'mak chiqaring. O'zimiz eskilarimizda gap bor. Yig'ib yiqqanimiz bilan ko'mma yig'sak ham olib ketayotganimiz 2 metr qora yer bilan 4 metr oq bo'z bo'ladi. Qilgan ajri savobimiz, gunohimiz bo'ladi dunyoga. Shunday ekan, kelinglar azizlarim, inson hech qachon gunohsiz yashab o'tmaydi bu dunyoda. Hammamizda gunoh bor. Hech kim bu yoqda oppoq emas. Shuning uchun gunohlarimizga vaqtida tavba qilib, shu qizchamizni otasi yo'q, chin yetim, haqiqatdan mahalladan kelib o'rganishlaringiz mumkin. Opamiz yolg'iz onalar, sizlardan iltimos shu qizchamiz uchun 5 mingdan bo'lsa ham ehson qiling va kattaroq summa yordam qilaman degan odam bo'lsa, bemalol ishonmasa, uyim telefon raqamlarini qo'yamiz, opamiz bilan bog'lanib, mahallasidan o'rganib, xohlagancha yordam qilishlaringiz mumkin. Gaplaringiz bo'lsa, marhamat hocam. Hamma qani qo'lidan kelgancha hamma yordam bersa yaxshi bo'lardi. Men shuni davolatib olardim, shuni operatsiyalarini qilib yuborardim. Hozir menga birinchi ochilibdi, shuni operatsiyasi kerak. Men shunga mablag' yig'ilsa, shuni davolatib turib, asta-asta davolatib turib, oxiri operatsiya qiladi. Birdan operatsiya qila olmaydi, chunki buni cherepniy davleniyasi bor. Boshiga. O'tgan safar ham buni davolatib olib yurishdida, keyin o'zlari aytishdi, faloncha chislarga kelasiz deb. Olib bordik, birdan qilishdi. Bu safar ham endi hozir birdan qilmaymiz operatsiya deyapti, chunki buni cherepniy davleniyasi bor. Buni davleniya chiqib ketib qolgandan keyin bala sudurga berib qol, haqiqatan o'z sudurgisi ham bor. Buni davolatib turib, biz operatsiya qilamiz dedi. O'shanga sizga mablag' kerak deyapti. Doktorlar borganim bilan pulingiz bo'lmasa, doktorlar qaramaydi ham hozir birinchidan. Pulingizga mablag' bo'lmasa qiyin. Shunga ham mana shu butun xalqimga aytaman, shu balam uchun yordam berishlarini so'rayman. Iltimos, qo'llaringizdan kelguncha shu qizim uchun yordam beringlar. Rosa qiynalib qoldik. Bir tomondan kredit o'ylab qiynalib qoldim. Ham buni ham davolatishim kerak. Davolatib turib operatsiyasiga ham mablag' kerak, buni ham operatsiya qildirishim kerak. O'zim uchun emas, mana shu qizalog'im uchun yordam so'rab murojaat qilaman. Musofir yurtga yurgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. So'radim. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa, Maryam qizim, mana shunday chin yetim, nogironlar, kasallarga Xudo xohlasa qizim yaxshi bo'lib ketgandan keyin qizim hammasini biz ham qo'limizdan kelgancha qarab turib yordam qilamiz. Opa, hozir kelganimizda yashirin qadrini ko'rsatsa qoldik. Qizchangiz mana bu yerda bir ahvolda, siz nima uchun tepasiga baqiryapsiz? Manada hushidan ketib qo'yapti. Davleniyasi chiqadi, cherepnizi dorisini ichirib, shu bilmadim-da, men bunday yotibdi deb o'ylasam, davleniyasi chiqib ketib, nima bo'lib qoldi-da, tishi jag'i qapishib qolib, nima qildi? Tili tortilib, o'shanga nima qilib birdan og'zini ochib tilini tortdim. O'shaning uchun qattiq baqirmasa bu o'ziga kelmaydi. Ketib qoladi. Arqa miyasi tortib ketadi. O'shaning uchun ham qattiq baqirib buni o'ziga keltirib oldim. Bo'lmasa ijtimoni bilmay bir o'limdan qaytib keladi bu. Alloh shifo bersin. Bu ana shunaqa anonsi bor, kasali bor.
odamlar o'ylaydi, hamsa haqlarimiz balaz yaxshi-ku deydi. Mendan nima o'tayotganini hech kim bilmaydi. Shunday sizga kim o'zini bolasini pul uchun kasallik chiqaradi? Qaysi ona o'z bolasini sog'lom bolasini kasallik, mana qog'ozlarini ko'rdik. Doktorlar ham bizga sog' bolaga qog'oz bermaydi-ku. Ko'rdinglar, mana o'qib ko'rdinglar, o'zlaringiz bilasizlar. O'shaning uchun ham buni faqat paypaslab bunga qarayman. Kechasi ham uxlab qolmayman. Kechasi bir chog'dan keyin sharillab burnidan qon ketib, tibbiy qilsa og'zidan keladi. Uni to'xtatib bo'lmaydi. O'zini me'yoriga borib to'xtamasa to'xtatib bo'lmaydi qonni. Buni ming skor chaqirib dori-kor qildirsangiz ham foydasi yo'q. O'zini me'yoriga to'xtamasa to'xtamaydi. Ana shuning uchun ana bo'lib qolgan, kuchsiz bo'lib qolgan, ming ovqat yedirsam yemaydi, ishtaha yo'q. Ana shunga dori-korlar pulimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, qo'limizdan kelgancha unchalik qilamiz ham eplab turib ayol boshim bilan nima qilishim kerak. Shuning uchun nima deyman, xalqimga aytaman, yordam berishlarini so'rayman. Oxirgi marta yana iltimos qilamiz. Qo'llaringizdan kelgancha bizga yordam qilinglar. Albatta xalqimiz mehribon xalq, har doim yordam berishgan, bemorlar birinchi o'rinda bo'lishgan, yordam berishadi, umid qilamiz. Videomizni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat sizlarga. Videomizni oxirida like bosishingizdan chiqmasin va kommentariyaga Jamila qizimiz Alloh shifo bersin deb yozib qo'ying va keyin qanaqa yordam berishlaringizni, nima qilsak qizchamiz yaxshi bo'lamiz. O'z fikrlaringizni bildirib yozib qo'yasizga umid qilamiz. Lekin bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'ng'iroqqa tugmasini bosib obuna bo'ling. Bundan yaxshi qudratli videolar olib chiqishda davom etamiz. Men deyman, kim O'zbekiston xalqiga so'z beraman, kimda kim nohaq azob ko'rayotgan bo'lsa, kimda kim nohaqlikka uchragan bo'lsa, kimda kim jabrlangan bo'lsa, jonga-jon, qonga-qon deganday videomizni oxirigacha ko'ring. Biz kurashamiz. Xalqimiz uchun, yolg'iz onalarimiz uchun haqiqatni olib chiqishda doim kurashamiz. Lekin kurashishimiz uchun mani yonimda siz O'zbekiston xalqim bo'lishimiz kerak. Sog' bo'ling.